Assalomu alaykum, hurmatli tumandoshlar. 2025-yilda Qorovulzor tuman savdo sanoat palatasi tomonidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risida ma'lumot berib o'taman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 23-yanvardagi 15-sonli qaroriga asosan Qorovulzor tuman savdo sanoat bo'limi tuzilmasi tashkil etilib, asosan tadbirkorlik faoliyati subyektlari birlashtiruvchi nodavlat notijorat hisoblanadi. Tumanda tadbirkorlik rivojlantirish, ishbilarmonlik va investitsiya hamda eksport muhitini yanada yaxshilash, tadbirkorlik subyektlari huquqlari va qonun manfaatlarini himoya qilish, taklif va muammolarni hal etish, ko'maklashish yuzasidan 2025-yil yanvar holatda 933 ta korxona ro'yxatdan o'tgan bo'lib, shundan 670 tasi faoliyat ko'rsatgan, 263 tasi faoliyatini vaqtincha to'xtatgan korxonalar hisoblanadi. 2025-yilda tadbirkorlik faoliyatini qayta tiklash muammo va takliflari eshitilib, amaliy yordam hisobiga 34 ta tadbirkorlik subyektlari faoliyati qayta tiklandi. Yirik tadbirkorlik subyektlari soni 9 tani tashkil etadi. Tumanda faoliyat ko'rsatib kelayotgan 483 ta kichik biznes va yirik tadbirkorlik subyektlari palata a'zoligiga qamrab olindi. Sanoat va xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat ko'rsatib kelayotgan 43 ta tadbirkorlarning muammolari ijobiy hal etildi. Tumanda 18 ta eksportyor korxonalar mavjud bo'lib, 14 tasi sanoat, 4 tasi qishloq xo'jaligi. Asosan eksport va mahsulotlarni sotishda, bozorlar topishda ko'maklashish bo'yicha tumandagi tadbirkorlarga respublika hamda viloyatlarda o'tkazilgan biznes forum hamda B2B uchrashuvlar orqali 2025-yilda 1,5 million AQSh dollar shartnomalar amalga oshirildi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.